Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz muxlislari. Collegiality kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan qiymati 155 millionga teng bo'lgan mana shu jakuzzini ko'rib chiqamiz. Bilan 155 millionlik почти Gentra'ni puliga teng bo'lgan jakuzzimizni ko'rib chiqamiz. Nimaga imенно shunaqa narxdaligini videoning oxirida bilib olasiz. Bu shunchaki vannaxonani jihozi emas, balki sizning uyingizga shaxsiy dam olish maskani, sog'lomlashtirish markazi hisoblanadi. O'lchami 2 ga 2 bo'lgan bu mo'jiza o'zida nafis dizayn, innovatsion texnologiyalar va yuqori darajadagi qulaylikni mujassam etgan. Eksklyuzivlik bu shunchaki jakuzzi emas, balki cheklangan miqdorda ishlab chiqarilgan noyob mahsulot. Bu sizni o'ziga xosligingizni namoyon etish va hashamatli turmush tarzingizni ta'minlash imkoniyati hisoblanadi. Ideal o'lcham 2 ga 2. Bu o'lcham nafaqat oilaviy dam olish, balki do'stlar bilan birga vaqt o'tkazish uchun juda ham qulay. Kenglik va qulaylik kafolatlanadi. 4 fasl qulayligi noyob texnologiya tufayli mana shu reshotka bu yoq tarafda tursa, qishda suvning temperaturasini ushlab turadi. Yozda esa bunaqa holatda qo'yib qo'yishingiz mumkin. Bunda yozgi temperaturani saqlab turadi. Keyingi detalimizga o'tadigan bo'lsak, o'rnatilgan rangli yoritish tizimi sizga turli xil kayfiyatlarni yaratishga yordam beradi. Ko'rishingiz mumkin, gir aylantirib jakuzzimizni har bir atrofiga qo'yib chiqilgan. Bu romantik muhit, tinchlantiruvchi dam olish yoki sizga energiya yoki deb bo'lmasam massaj olish imkoniyatini ham beradi. Suvni tozalash juda ham muhim holatlardan biri bo'lib, siz bu jakuzzimizni xarid qilsangiz, umuman o'zingiz tozalab o'tirishingiz shart emas, chunki bizada jakuzzimizda o'zi suvni tozalash filtr qismi mavjud. Mana shu tizim orqali suv har doim yangilanib turadi. Bizning jakuzzimiz 2 xil tizimda ishlaydi. Birinchisi gidromassaj, ikkinchisi aeromassaj hisoblanadi. Gidromassaj terapevtik ta'sirga ega bo'lib, kuchli gidromassaj tizimi mushaklaringizni bo'shashtiradi, stressni yo'qotadi va qon aylanishini yaxshilaydi. Har bir foydalanuvchi uchun bosimni sozlash imkoniyati mavjud. Mana bu regulyator orqali bemalol o'zingizga kerakli bosimni to'g'irlab olishingiz mumkin. Jakuzzimizda o'rnatilgan sensorli boshqaruv paneli orqali siz xohlagan muzikangizni bemalol qo'ya olish imkoniyatiga egasiz. Har bir burchagida mana shunaqa kolonkachalar mavjud bo'lib, siz xohlagan ovozda eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu jakuzzimiz 5 kishiga mo'ljallangan bo'lib, ikkita qismida bemalol yotib dam olsanglar bo'ladi. Uchta qismida esa yarim o'tirgan holatda protsedurani amalga oshirsangiz bo'ladi. Jakuzzi yuqori sifatli akril va plastmassadan tayyorlangan. Bu materiallar uzoq xizmat qilish muddatini va estetik ko'rinishini yo'qotmaydi va antibakterial xususiyatga ega. Jakuzzimiz har qanday ob-havoga mo'ljallangan. Tashqi qoplamasi va ustki qoplamasi ham issiqlik va sovuqlikka chidamli, ya'ni quyoshda rangi o'zgarmaydi. Bu eski jakuzzining uzoq yillar davomida ajoyib ko'rinishini saqlab qolishga yordam beradi. Jakuzzimizda bosh qo'yish uchun mana shunaqa yumshoq yostiqchasi bor. Tozalayotganingizda mana bu olinadi. Bemalol buni olib, tozalab, yana keyin joyiga qo'yib qo'ysangiz ham bemalol bo'ladi. Jakuzzimizning quyoshdan himoyalovchi zontik qismi ham mavjud. Hozir o'rnatilmagan, to'g'ri, lekin zontik ham komplekt ichiga kiradi. Zontik jakuzzini quyosh nurlaridan himoya qilib turadi. Bu sizlarga juda ham asqotadi. Biz o'z mahsulotimizning sifatiga ishonamiz va shuning uchun akril qismiga 5 yil, mexanizm va motorga esa 2 yil kafolat beramiz. Hozirda mana shu jakuzzimiz 50% skidkada turibdi. Bemalol ulgurib olsanglar bo'ladi. Sizga bu ma'lumotlar foydali bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.